Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan xususiy maktab va bog'cha to'lovidan 12% qaytarib olish bo'yicha video ishladik. Shu bilan batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Bundan ish bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda kerakli hujjatlar. Elektron raqamli imzo. Kimning nomidan ariza beriladigan bo'lsa, shu odam. O'quv muassasasi o'rtasidagi shartnoma. Keyin to'lov cheklari. Bu to'lov cheklari bo'yicha batafsil gaplashib o'tamiz. Qanday tartibda bo'lishi kerak. Farzand tug'ilganlik guvohnomasi. Keyin daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma. Xo'p, buni MyGo'dan, Soliq.uzdan olsa bo'ladi. Ariza beruvchi karta raqami. Keyin esa tranzit shot bank info inini. Bu bankniki. Tranzit shoti shu karta, masalan, karta aloqa bankniki bo'lsa, aloqa bankning tranzit shoti. Bank info inisi. Bu bo'yicha batafsil tushuntirib o'tamiz. Xo'p, huquqiy asos. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 378-modda 16-bandga ko'ra, farzandlariga nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, bog'chalar частный bog'chalar yoki maktablar ko'rsatadigan ta'limga oid xizmatlar, xususiy maktablar uchun ota-ona farzandiga oluvchi bo'lar tomonidan har bir farzand uchun to'lanadigan oyiga 3 million so'mgacha bo'lgan to'lovlar. Xo'p, bu degani bir oylik to'lovi bog'cha yoki maktab uchun 3 million so'mgacha bo'lgan 3 million so'mgacha qaytarib beradi maksimum. Agar maktab yoki bog'cha 4 million bo'lsa, 4 million qaytarib olib bilmaysiz. Shuni 3 millionini qaytarib olib bilasiz. Xo'p, kimlar foydalanishi mumkin? Bunda rasmiy ravishda tadbirkor bo'lgan shaxslar. Bu degani o'zingiz tadbirkorchilik qilsangiz, oylik rasmiy ish daromadingiz bo'lsa, misol uchun oylik olasiz, 10 million oylik yozilsa, shundan 12% daromad solig'i to'laysiz. Daromad soliq to'lovchilar. Xo'p, farzandini ta'lim uchun to'lov rasmiy daromad manbaiga ota yoki ona amalga oshirgan bo'lsa. Buni bu bo'yicha hozir batafsil aytib o'taman. To'lov qanday qilib to'lov qilish kerak? Shunda qaytarib olish mumkin. Imtiyozdan foydalana olmaydiganlar. Farzandini ta'limi uchun to'lovni akasi, opa-singli, bobo-buvi yoki boshqa qarindoshlar amalga oshirilgan bo'lsa, ular qaytarib bermaydi. Xo'p, bular amalga oshirish mumkin, lekin hozir bir tartibini aytib beraman. Shu bo'yicha qilsalar bo'ladi. Xo'p, pensiya oluvchilar. Pensiya rasmiy ish haqi hisoblanmaganligi sababli ular ham bermaydi. Norasmiy ishlovchilar, ya'ni oyligi uchun daromad solig'i to'latmaydigan shaxslar. Xo'p, faqat rasmiy ish joyi orqali daromad solig'i ushlab qolinadigan fuqarolar soliqni qaytarib olishga ega. Bu degani shu rasmiy ishisiz oyligingizdan soliq ushlab qolinadi. Shunday insonlar qaytarib olishi mumkin. Farzandini kontraktning 12%ni. Qaytariladigan summa. Farzand, masalan, farzandingizni 1 oylik maktab yoki bog'cha to'lovi 2 million so'm. 12% miqdori esa 240 ming so'm bo'ladi 1 oylik. Xo'p, ota yoki onaning oylik maoshi 4 million. Misol uchun, otangizni oylik maoshi 4 million. Undan 12% soliq to'lovi 480 ming so'm. Buni shu ishlab turgan joyingiz to'lov qilib beradi sizning nomingizga. Siz qo'lingizda qolgan qismini olasiz. 4 milliondan 480 ming so'm olib qolib, qolganini sizga berishadi. Shunday tartibda bo'ladi. Xo'p, endi qaytarish tartibini tushunamiz. Ota yoki ona to'lagan soliq to'lovi ichidan, to'lagan soliq to'lovingiz yana 1 oylikka 480 ming so'm. Undan farzandining 1 oylik maktab to'lovini 12% miqdorini qaytara oladi. Bu degani 480 ming so'm to'lagan soliqning ichidan farzandingizni 1 oylik to'lovini 12% miqdori 240 ming so'mni qaytarib bilasiz. Ya'ni 480 ming so'mning ichidan 240 ming so'm qaytarib olinadi. Siz oyligingiz 12% miqdoridan farzandingizni har oylik to'lovini 12% miqdorini qaytarib olib bilasiz. 480 mingdan 240 ming so'm. Maktab yoki bog'cha to'lovidan maksimum 3 million so'mgacha qaytarib olsa bo'ladi. Qaytariladigan maksimum summa 1 oy uchun 360 ming so'm. 3 milliondan 12% 360 ming.
Endi bu 12 oy uchun bo'lsa, 4.320.000 so'm qaytarib olib kelasiz 1 yilda. Xo'p, endi e'tibor beriladigan taraflarni qarab o'tamiz. To'lovlarni rasmiy bank orqali amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Agar xususiy maktab, xususiy bog'changizni bankini bilsangiz, misol uchun ularni banki, misol uchun Alokabank. Siz Alokabankka borib, to'lov qilishingiz kerak. Bunda naqd pul, karta orqali qilingan to'lovlari, QR kodli chek, kassa apparat orqali beriladi. Olish kerak bo'ladi maktab yoki bog'chadan. Shu maktab yoki bog'chasini borib to'lov qilib kelsangiz, naqd pulda yoki kartangizni berib to'lov qilsangiz, shu kassa apparatidan chiqadigan 1% keshbek deb aytilamiz. Shuni olishingiz kerak. Chunki shu asos bo'lib biladi to'lov qilganligingiz haqqında. Keyin esa faqat O'zbekistonda litsenziyaga ega ta'lim muassasalari uchun amal qiladi. Bog'changizda ham litsenziya bo'lishi kerak, maktabingizda ham litsenziya bo'lishi kerak. Shunda amal qiladi. Xo'p, endi sizlarga aytib o'tsak tarafim, yana aytaman deb, to'lov qilish tartibini aytib o'tjakman. To'lov qilganda, bank orqali to'lov qilganingizda to'lovchini, ism familiyasi, misol uchun siz otasini nomini qaytarmoqchi bo'lsangiz, otangiz to'lov qilishi kerak. Otangizni ism familiyasi to'lovchi joyini yoziladi. Maqsadini esa farzandingizni ism familiyasi, shartnoma bo'lsa shartnomani sanasi va raqami. Shu sanadagi, shu sonli shartnomaga asosan palankasini, maktab to'lovi yoki bog'cha to'lovi deb, maqsadi shuning bo'lishi kerak. Chunki ertaga soliqga ariza berganingizda, deklaratsiya topshirganingizda soliqchilar shu yerlarida muammo qilishlari mumkin. Keyin shu farzandingiz guvohnomasi. Endi aka yoki singil, aka-uka, opa-singil ular to'lov qilsa bo'ladilar. Bankka borganimda o'sha to'lovchini nomini, dadasini ism familiyasini yozdirishlari kerak. O'ziniki yozilsa unda o'tmaydi. Endi o'tishi mumkin, 1-2 soliqda o'tib ketishi mumkin bu. Xo'p, videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, layk bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozing, izoh yozing. Yoki biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Telegram kanalimiz, telefon nomerlarimiz bor. Qaytarish bo'yicha ariza berish kerak bo'lsa, bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bizlar sizlarga to'liq oldin sizlarga qaytarib bilish yoki bilmasligingiz haqida to'liq ma'lumot beramiz. Undan keyin ishga kirishamiz.